Assalomu alaykum aziz va hurmatli kitobxonlar. Romitan tuman axborot kutubxona markazi mahoratli yozuvchi Uchqun Nazarovning Chayon yili romani asosida yaratilgan book treylerini taqdim etadi. Mashhur yozuvchi va kino dramaturg Uchqun Nazarovning sizga taqdim etilayotgan Chayon yili romanining bu birinchi kitobi o'zbek xalqining Ikkinchi jahon urushi va qatag'on yillari kabi dahshatli davrlardagi og'ir hayotidan hikoya qiladi. Uchqun Nazarovning Chayon yili asarini 90-yillar o'zbek romanchiligining yaxshi namunasi sifatida tilga olish lozim. Romanda xalqning urush davridagi hayoti tasvirlangan. Adib xalqning bu davrdagi jonkuyarligini, fidoyiligini ko'rsatish bilan birga front ortidagi noxushliklarni ham ro'y-rost aks ettiradi. Bu jihatdan romandagi Murodxo'ja obrazi va uning kirdikorlari tasviri xarakterlidir. Yozuvchi romanda Oynisa, Qayumjon, Mas'ud kabi sof vijdonli kishilar obrazlarini tasvirlash bilan birga Murodxo'ja, Hoshimjon singari nopok shaxslarning qiyofalarini ham chizib bergan. Shu orqali urush davridagi mamlakat hayoti qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rsatgan. Asarni tahlil qilar ekanmiz, yozuvchining jamiyatdagi illatlarini yaxshi anglab, ularni ustalik bilan badiiy obrazlarga singdira olganligining guvohi bo'lamiz. Asar bilan tanishib chiqqan kitobxon qahramonlar hayotidagi muammolarga sabab faqatgina ularning o'zlari emasligini tushunib yetadi. Asar qahramoni Oynisa chinakam sabr, toqat timsoli. Asar davomida uning boshiga tushgan sinovlarni ko'rib, Ikkinchi jahon urushining bir ayol boshiga solmagan hech bir ishi qolmaganligini guvohi bo'lamiz. Bu obraz orqali o'sha davrdagi jamiyat, muhit, noto'g'ri siyosat oqibatida nechalab ayollar taqdiri shafqatsiz yakunlanganligini ochiqchasiga aks ettiriladi. Oynisaning hayoti sho'x-shodon, o'ynab kulish o'rniga otasining xalq dushmani sifatida noo'rin ayblanib qamalishi, onasi bilan beshafqat kimsalar tomonidan o'z uyidan quvib chiqarilishi, yosh onasi musofirlikda jon berib, qabri 7 yot begona joylarda qolib ketishi kabi tashvishlar va o'nlab quruq ayblovlar girdobida kechadi. Kitobxon asarni o'qir ekan, ko'z o'ngida beixtiyor Ikkinchi jahon urushi yillaridagi front orqasi, hayot mashaqqatlari tasvirlanadi. Shaxsga sig'inish siyosati tufayli xalq boshiga tushgan qirg'in romanda markaziy o'rinda turadi. Yozuvchi Oynisa, Qayumjon kabi qator obrazlar orqali xalqning og'ir mehnati, ulkan bardoshini haqqoniy tasvirlay olgan. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Uchqun Nazarov Chayon yili romani qahramonlarining xarakterlarini shunday mahorat bilan yaratadiki, natijada o'sha davrdagi ijobiy yoki salbiy insoniy fazilatlarni o'zida mujassam etgan odamlar obrazi o'quvchiga yaqqol yoritib bera oladi. Mahoratli adib davr illatlarini tasvirlar ekan, u o'z uslubida borini boricha yoritishga harakat qilgan. Shu orqali urush davridagi mamlakat hayoti qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rsatilgan. Aziz kitobxonlar, barchangizga ushbu asarni o'qishni tavsiya etamiz.